Bugun ham mana shunday san'atkorlarimizdan birini elimizga tanishtiramiz. Ular bilan yaqindan tanishish imkoniyati va yangi qo'shiqni muxlislarga hadya qilish zavqi bor. Demak, yaqinroq o'tirib olamiz. Ijodkorlarimiz ko'p bo'lishadi. Demak, davramizga iste'dodli ijodkor Ma'murjon Jo'rayevni chorlaymiz. Marhaba. Sog'mi qadrdonim bormisan bormi qiyomatli do'stim qaydasan bir didorga nima yetsin do'st dildan suhbat qilaylik bugun do'st uzoqlashma kel yaqinim do'st qiyomatli do'stim qaydasan do'stim hay do'stim qadrdonim bir didorga nima yetsin ay do'stim do'stim hay do'stim qadrdonim bir didorga nima yetsin ay do'stim bir kun chetga sur bir yayraylik chin dilingdan kul yiroqlashib ketmaylik butkul qiyomatli do'stim qaydasan biznikda eski choyxona bir didorga topgin bahona qayga otdi seni zamona qiyomatli do'stim qaydasan do'stim hay do'stim qadrdonim bir didorga nima yetsin ay do'stim do'stim hay do'stim qadrdonim bir didorga nima yetsin ay do'stim qiyomatli do'stim qaydasan kel hazilni qotiramiz biz alamlarni qochiramiz biz qachon bunday o'tiramiz biz qiyomatli do'stim qaydasan do'stim hay do'stim qadrdonim bir didorga nima yetsin ay do'stim hay do'stim qadrdonim bir didorga nima yetsin ay do'stim Aferin. Assalomu alaykum. Ma'murjon aka, yaxshimisiz? Yaxshi bo'ldingizmi? Xush kelibsiz. To'yingiz xayrli bo'lsin. Qani keling, marhamat. Marhamat, davramizga keling. Ertalabdan hamma do'stlarni uyg'otdingiz.
Bu endi hamma choyxona Oqibatni payda eslatdik. bo'lishadi. Keling, marhamat. Xush kelibsiz. Kelibsiz, dasturimizni xush ko'rdik. Tongingiz xayrli bo'lsin. Marhamat, tomoshabinlar bilan salomlashib. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrdonlar. Hammaga xayrli tong, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Katta rahmat. Ma'murjon aka, marhamat. Rahmat. Uzoq masofalardan keldilar. O'zingiz do'stingiz bormi, Ma'murjon aka? Bor do'stlarimiz bor. Hammasi uzoqda. Uzoqda? Qadrdonlarim. O'shalar bor. uchun ham maxsusan Ha, o'shalar uchun. Qachon ko'rishamiz deb, a? Ha, sog' salomat bo'lsin, hammasi ishlariga rivojini bersin. Eson-omon yurtimizga yaxshi to'lib toshib qaytishlarini tilab qolaman. Albatta. Endi shunaqa gap ham yuradi xalqimizda, uzoqdagi jigardan yaqindagi o'pka yaxshi degan fikrlar bor. o'pkalaringiz-chi bormi Ha, demoqchisiz? o'pkalar bormi? Bor. O'zi bu ayni muddao qo'shig'i bo'libdi. Menimcha ertalabdan ko'p do'stlarga oqibatni eslatib qo'ydik. O'sha Telegramda oxirgi paytlar shunaqa kichik videolar bor. Ya'ni oqibat yo'qolib borayotganligini eslatib qo'yadigan, "Voy bormisan-e?" deb qo'yadigan videolar bor. O'sha yuboriladigan videolar safida bu qo'shiqni ham qo'shib qo'ysak bo'lar ekan. Oqibatni eslatadigan. Mana shu qo'shiqni targ'ib etish uchun bugun Ma'murjon akani omon dasturiga chorladik. Ma'murjon aka o'zi hammasi qachon boshlandi, nimadan boshlandi? Endi san'at yo'li oson emas deyishadi. Baribir bu yo'lda bir belbog'ingiz mustahkam bo'lsa kerak. Va qayerda boshlandi? U ham muhim. Biz o'zi asli Buxoro viloyatidanmiz. Oilamiz san'atkor bo'lishgan, ota-bobolarimiz shu musiqa maktablarida ta'lim, keyin o'sha san'at kollejlarda o'qidik. Uyimizdan boshlangan desam ham bo'ladi. Buxoroning qayeridan siz? G'ijduvonlik biz. Ebi ana. Hozirgi paytda shu yerda Toshkentda istiqomat qilamiz. Ijodimiz ham shu yerda. Ana o'sha avlodda bor edi, oilada bor edi ijodkorlar dedingiz. Ularning ism shariflari bilan bir esda o'tish kerak, chunki bizni tomosha qilayotganlar orasida sizdan oldingi avlodlarni taniydiganlar ham bo'lishi mumkin-da. Dadamiz Quvonliq Jo'rayev o'sha Buxoroda G'ijduvonda ijod qilganlar. Bobomiz ham Murjon Jo'rayev, o'sha ham shu rahmatli Otajon Xudoy shukrlar bilan birga o'qishgan ular. Demak, siz 3-avlodsiz, to'g'rimi? Ha, shunday. Men buni o'zi oxirgi Jo'rayev bilan anonsiman, oxirgisi. Shu mendan o'tib ketmasin. San'atni ushlab qolishim kerak deb. Siz baribir muhit ta'sir qiladi, Ruslanbek. Albatta. Ijtimoiy tarmoqlar juda faol bo'lib ketdi. Muxlislarning talabi, e'tibori, yana o'sha ijodingizda, repertuaringizda ko'p hayotiy qo'shiqlar, ma'noli, eshitadigan qo'shiqlar ko'p ekanda.